Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun davlat va huquq asoslari fanidan bugungi mavzuyimiz davlat shakllari mavzusi bilan tanishamiz. Muqaddas Rahimjanova yuqori sinf o'quvchilariga ta'lim berib kelmoqda. 2021-yil Namangan viloyati Chortoq tumani 7-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'z ish faoliyatini boshladim va hozirgi kunda ham bu faoliyat bilan shu yerda shug'ullanib kelmoqdaman. U dars jarayonlarida fan asoslarini chuqur o'rgatish bilan birga o'quvchilarning hayotiy qarashlarini kengaytirishga xizmat qiluvchi maslahatlar ham beradi. Huquq fanimizni mukammal darajada o'rgansak, qanaqa vaziyatda har qanday joyda o'zimizning majburiyatlarimizni anglay olamiz va huquqlarimizni talab eta olamiz. Faoliyatim davomida o'quvchilarga davlat va huquq asoslari hamda tarbiya fanidan o'quvchilarga ilmiy va intellektual bilimlarni oshirish maqsadida shu fanlardan dars berib kelmoqdaman. Kasb tanlashida otasining yo'l yo'riqlari muhim omil bo'lgan. Eng asosiy sababchilardan biri bu otam deb hisoblayman, chunki bizga doim bu qishloqdan eng zo'r professorlar, akademiklar chiqish kerak va qishloq rivoji uchun o'z hissasini qo'shish kerak deb bizga o'qtirib kelganlar va shu so'zlar menga turtki bo'lib, o'z maqsadlarim sari doim olg'a qadam tashlab kelmoqdaman. Hozirgi faoliyatida erishilayotgan natijalar yaqinlarining qo'llab-quvvatlashi hamda ta'lim sohasida yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish bilan bog'liq. Ta'lim sohasida erishgan yutuqlarim bisyor. Bunga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillardagi harakatlar strategiyasining yoshlarga oid davlat siyosati va 2017-yildagi yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmonlari, shuningdek O'zbekistonning 2030-yildagi strategiyasidagi yoshlarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yoshlarning harakatlarini, ilmiy intellektual salohiyatlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonlari men uchun eng katta keng ko'lamli yo'llarni ochdi. Hozirgi kungacha Tolib ilmning ustozdan so'raganlari nomli kitobim, 15 dan ortiq ilmiy maqolalarim va shuningdek ilmiy amaliy xalqaro konferensiyalarda, tanlovlarda ishtirok etishimda bu farmon va qarorlarning o'rni beqiyos. Bu mehnatlarim davomida O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasini bakalavr yo'nalishini bitirdim. So'ngra magistratura yo'nalishida O'zbekiston Namangan davlat pedagogika universitetida ta'lim oldim. Bundan so'ng yanada to'xtab qolmasdan ham maktab faoliyati bilan birgalikda bugungi kunda Namangan davlat pedagogika institutining doktorantura 1-kurs talabasiman va hurmatli prezidentimiz bizni qo'llab-quvvatlashlari natijasida ko'proq stipendiya oladigan talabalardan biriman. Bu yutuqlarni samarasi, mevasi o'laroq bugungi kunda oylik daromadim stipendiya va foizlar, ustamalar, rag'batlantirishlar orqali bir oyda 10 million oylik olaman. Doim inson yaxshi yashash uchun harakat qiladi, yaxshi kasbda ishlash uchun doim olg'a intilishimiz kerak. Lev Tolstoyning shunday gapi bor: men hech narsa qilmagan taqdirimda ham hech bo'lmasa baroqqa bir chiziq tortib qo'ydim deydi. O'qib izlandim, sertifikatlarni qo'lga kiritdim, ingliz tili, turk tili sohasida hech qachon hayotiy voqealarni yoki texnogen voqealarni bog'lamasdan doim inson o'zi uchun harakat qilish kerak. Muqaddas Rahimjanova bugungi kunda yosh avlodni bilimli va ma'naviy yetuk etib tarbiyalash yo'lida izchil faoliyat olib bormoqda. Konsens bo'lish kerak.